Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 5-noyabr eng kechki olmalardan Pink Lady Roziglov olmalarimiz juda chiroyli bo'lib qizarib yetilib pishyapti o'rtalar. Oktyabrda oxiri, mana shu noyabrda boshlarida pishadi. Pishgandan keyin ham uzilmasa shoxida dekabrgacha turadigan olma mana shu Pink Lady olma bo'ladi. Bandi qattiq, tagiga to'kilmaydi, sarkashlikka chalinmaydi. Yilda mana shunaqa zo'r meva qilaveradi. Mevasi ham olmalar ichida eng qimmat sotiladigan olma mana shu Pink Lady olma o'rtalar. Buni ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga buni ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa 99lik 845 0195 raqamiga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa ko'chat ekilish mavsumi boshlandi. Mevali ko'chatlar assortiment barcha turidan bor o'rtalar. Bezxaladenlik xonaki sharoitda saqlanaveradi. U bahorda mart-aprel oyida yeyilsa ham shoxidan yangi uzilgandek suvli turaveradi do'stlar. Daromati ham eng kuchli olmalardan Pink Lady.